Assalomu alaykum. Muhtaram prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev Miramonovich. Assalomu alaykum. Surxondaryo viloyati hokimi Ulug'bek Qosimov Berdiqobilovich. Men Abdurahmon Xurshid Ahmatovli. Surxondaryo viloyati Muzrabot tumanida Navro'z mahallasida yashayman. Men 2022-yil E-auksion platformasi Surxondaryo viloyati Termiz tumani Gulbahor mavqeyidan ikkita fermer xo'jaligimga E-auksionda yer olgandim. Bitta yerim bog'dorchilik yo'nalishi bo'yicha, bitta yerim meva sabzavotchilik yo'nalishi bo'yicha edi. Men bu yerlarni 1 yil 2 yil davomida tozalab, singillarini, tuqqanlarini tozalab, ishlov berib, mayda-mayda endi ish boshlayotgan joyim edi. 2025-yil 20-oktyabr kuni meni Termiz tuman ichki ishlar xodimlari telefon qilib hokimiyatga kelishimni taklif qilishdi, talab qilishdi. Men 2025-yil 20-oktyabr kuni Termiz tuman hokimligiga kelganimda, bu yerda shu Termiz tumani Gulbahor mavqeyining fermerlari 40-45 kishini ko'rdim. Viloyat hokimi shu Termiz tuman hokimi zalida. Keyin Termiz tuman hokimi, Termiz tuman prokurori, Termiz tuman ichki ishlar boshlig'i, Termiz tuman qishloq xo'jaligi boshlig'i bizga o'sha Termiz tumanidagi yerlarni xitoylik investorlar uchun E-auksionda sotilishini aytishdi. Bizdan ushbu yerlarni o'z xohishimiz bilan topshirishimizni talab qilib majburlashdi. Shu yerlarga xarajat qo'shish uchun men kredit olganman. Boshqa ishlarimdan pul tikkanman. Obod qilish uchun shu yerlarni. Suv kelmaydigan joylar. Nososlar olganman, shu zebralarni tozalatganman, hammasini qilib ishlayotgan joyimda yerlarni topshirishimdan majburlashdi meni. O'sha vaqtda menga o'sha mansabdor shaxslar hammamizga shu zaldagi hammamizga fermerlarga o'sha yerlarni topshirishimiz evaziga qarzdorliklar, soliqdagi yer solig'i qarzdorligi, 30 yilga tuzilgan shartnomaning ijara to'lovlari, o'sha kungacha bo'lgan soliqdagi qarzdorliklar va bundan keyingi agar chiqadigan qarzdorliklar bo'lsa, hammasini to'lab beramiz. Zaxiraga qaytaringlar, to'lovlarga beramiz deyishgandan keyin hamma qator men ham ushbu yerlarimni zaxiraga qaytardim. Hokim, prokuror, ichki ishlar boshlig'i nima degan bo'lsa, shuni qilib hujjatlarni olib qo'ygandi. Majburiy tartibda bizni notariusga olib borib yerlarimizni zaxiraga olishdi. 1 oyning ichida qarzdorliklar yopiladi deyishgandi. Lekin hozir mana 2026-yil 1-aprel kuni sizlarga iltimos qilib video murojaat yo'llayapman. Menga hech qanday qarzdorlik bo'yicha hech kim telefon qilmadi. Bu qarzdorliklarni yopib berishmayapti. Fermer xo'jalikda yopaman deb borganda zaxiraga topshirilganlik haqidagi qarorni so'rashdi. Men u qarorni 2026-yil yanvar-fevral oyida Termiz tuman hokimligidan oldim. Keyin borib davlat xizmatlaridan o'sha fermer xo'jaliklarini yerlarni topshirganlik haqidagi qarori bilan borib davlat xizmatlaridan fermer xo'jaliklarini yopdim. Yopganimdan keyin menga mana hozir turli xil soliqdan to'lovlar chiqib, bir fermer xo'jaligimga 45 million atrofida, bir fermer xo'jaligimga 50 million atrofida, keyin topshirgan 20-oktyabr topshirgan bo'lsak, noyabr, dekabr oylari uchun hisobot topshirmadi degan jarimalar chiqib, meni hozir o'sha ikkita fermer xo'jaligimning qarzdorligi MIBga o'tib, MIB mening hozirgi texnikalarim, boshqa bizneslarimiz bor. O'sha bizneslarimizdagi ishlarimiz ham orqaga ketyapti. Texnikalar ishlata olmayapmiz, ko'chada yura olmayapmiz, taqiqlar o'rnatilgan. Bu masalalarda bir yordam bersalaringiz. Men bu Termiz tuman rahbarlariga ishonib, qarzdorliklar yopiladi. Topshiringizlar yerda. Prezidentimizning farmoni, viloyat hokimining talabi deganligi uchun topshirgandim. Iltimos sizlardan bu masala bo'yicha bir yordam bersalaringiz.
odamlarga o'xshab topshirmayman degan joyim yo'q. Viloyat hokimining topshirig'i degandan keyin gap so'zsiz topshirganman. Ikkala yerda ham. Bu yerim bittasi 3-4 kilometr uzoqlikda joylashgan. Men bu yerlarni ishlataman deb qishloq xo'jaligiga texnika olib kelganman, Arion traktori. Unga men lizingdan agregatlar olganman, diskoboy barani, puluk. Buxoro tipidan puluk olib kelganman, Toshkentdan diskobarini olib kelganman. 500 millionga yaqin lizingim bor. 200 millionga yaqin ko'chadan qarzim bor. Men hozirgi kunda bu yerlarni topshirganim hisobiga o'sha to'lovlarni qilishga qiynalib yotibman. Menga aytilgan o'sha soliq to'lovlarini yopib beramiz deyishganda, o'shani yopib berishda bir amaliy yordam qilsalaringiz, iltimos. Yo'qmasa ba'zi fermerlarnikini qarzdorligini yopib beribdi ekan, ba'zilariga boshqa joydan, Termiz tumanidan, shu Gulbahor MFdan boshqa joydan yer beribdi ekan. Menga ham yo'qmasa shu qarzdorliklarni yopish uchun yana yer bersin ijara muddat bilan yoki menga bergan va'dani bajarishni so'rayman men. Menda hozir unday pul yo'q to'lashga. Agregatlarim pulini to'lolmayapman. Bu masala bo'yicha prezident portaliga murojaat qildim, javob kelmadi. Menga telefon qildim, undan ham javob kelmadi. Viloyat hokimi, sizdan shuni so'rayman. Mana shu masala bo'yicha amaliy yordam qilsangiz, Termiz tumanidagi vakillaringiz hammaga, bitta menga emas, hammaga aytgan qarzdorliklar 100% shu bugungacha bundan keyingisi ham to'lanadi deganligi uchun, sizning topshirig'ingiz shunday deyilganligi uchun men topshirganman bu yerlarni. Menga bir amaliy yordam qilsangiz, iltimos.